Bular hammasi repetitorxona. Madrasa degani shu o'quv dars o'tiladigan joy. Endi bu kurs domlalarni o'tayotgan joy bo'lganda bu. Mana shu Pahlavon Mahmud bo'lsa kerak. Bunisi ekanmi? Xo'sh, rahmat. Mana bu. Ha. Bu qanaqadir minor nomini uncha bilmayman, bilganlar yozsinchi. Hamma joy demak madrasa. Mana bozor domla aytibdilar, madrasa deyaptilar, hozir paytga o'quv markazi deyaptilar. Hamma repetitorlar shira bo'lgan ekan. Hamma to'g'ri fikrga o'xshayapti. Bular hammasi repetitorxona. Madrasa degani shu o'quv dars o'tiladigan joy. Endi bu kurs domlalarni o'tayotgan joy bo'lganda bu. Abdullaxon, Ubaydullaxon, Alloqulixon, Rahimbey yangi maktab usulida 1900-yil. Hadis mana sizga tarixni atmosferasi. Yangi usuldagi maktab. Endi biladi mana Xorazmliklar mana bu qanaqa bino, qanaqa minora. Qani komment yozinchi.